aksiyalar bo'lyaptiki, lyuks, super lyuks xonalarimizni 730 ming, 840 ming bo'lgan xonalarimizni 520 ming, 570 mingdan juda katta skidka bo'lib qo'yib, почти 40%, 50% ga skidka bo'lgan. Mana shu lyuks kottejimizda 8-kottej, undan keyingisi 6-kottej xonalari hammasi lyuks, juda zo'r. Ikkita xonaligi ham bor, bir xonaligi ham bor. O'shalar 520 ming, 570 mingdan bir kelib dam olib ketmasanglar, armonda qolasizlar. Hozir foydalanib qolish kerak aksiyadan. Kelinglar, ko'ringlar, dam olib ketinglar. Sharoitlari вообще zo'r, super. Toza havoda maza qilib, komfortda dam olib ketinglar. O'zingizlar dam olmasanglar, bo'lmasam ota-onanglarni yuborsanglar, shunaqangi don tagida qolasizlar, lekin maza qilishadi. Как ребенок на ладони, как ты до сих пор меня не понял.